Assalomu alaykum. Bugun xonaning ichiga gidroizolyatsiya ishlarini qilyapmiz. Oshxona, o'tiradigan joy, dushxona shunaqa joylar qilinyapti. Mana bu yoqqa O'zbekiston chorniy materiallardan urib beryapmiz. Bu yoqqa primer tutilgan, bu yoqqa gidroizolyatsiya ishlari qilib bo'lingan, tugatilgan. Bu yoqqa primer surtilishi. Mana bu yoqda fundament gidroizolyatsiya ishlarini qilyapmiz. 170 kvadrat общий joyimiz kvadrati 170 kvadrat. Tebiga turkmaniston materiallardan urib beryapmiz. Mana tepasidan 60 qolyapti. Mana bu primer surtilgan gruntovkasi. Beton changini olish uchun, material yaxshi yopish uchun primer gruntovkasi surtiladi. Material yopishtiriladi. Turkmaniston materiallarini joyiga joyi qanday holatdaligini hisobga olgan holatda eng kamida 45 mingdan 55 ming 60 minggacha joy kvadrati yoki material kvadrati hisoblanadi.